Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana biz quyonlarni ajratdik onasidan. 42 kunlik bo'lishdi. Mana yiri bo'lishdi. Bular shinshila zot. Mana yiri, o'sha 40 kunda, 42 kunda qaranglar. Onasiga o'xshagan, otasiga o'xshagan yiri bo'ladi bular. Kak Flanderga o'xshagan bo'ladi bular ham. Hop, qiziqqanligi donasi 200 mingdan Toshkent Keles joyimiz, manzilimiz. Keyin mana tovuqlarimiz bor. Tuxumga kirdi o'sha bitta ikkita. 6 tovuq, bu yerda bitta xo'roz bor. Bu yerda xo'rozlarimiz mana 6 ta xo'roz yetilgan. Bemalol ishlatsa bo'ladigan. Keyin oldin safar video qo'yganimda endi aybga buyurmaysizlar, tajribasizlik. Manzilli etilmagan, boshqa qilinmagan. Mana jo'ja tovuq, jo'ja xo'rozlar dedim. 60 mingdan donasi. O'sha manzilni boya aytgandek Toshkent Kelesda turamiz. Telefon nomerimni ham yozib qo'yaman. Qiziqqanlar so'rayverasizlar. Bu yerda ham mana bular ham tuxumga kirdi. Bular haq yiri tovuq xo'rozlar. Bular ham mana yiri tovuqlar mana. Semiz yiri tovuqlar bular ham. Hani kichkina tovuqchalar emasda. Yiri. Bularni ham sotamiz, kelishsak.